Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikistonga rasmiy tashrif buyurdi. Maktabga kira olmagan mehnat muhojirlarini bolajonlarga imtihonni yana bir marta topshirishga imkoniyat beriladi. Patentga kerak bo'lgan rus tili imtihonini O'zbekistonga ko'chirishmoqchi. Moskovskiy oblastida qo'qpar o'ynagan tojikistonlik va qirg'izistonlik fuqarolar ustidan mahalliy aholi o'z e'tirozini bildirdi. Aleksandr Lukashenko O'rta Osiyolik mehnat muhojirlarini Belarusga kelib ishlashga taklif qildi. Krasnoyarskda FSB xodimlari tomonidan portlashni tayyorlayotgan O'rta Osiyo fuqarolari qo'lga olinishdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 12-oktyabr va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin men sizlarga o'zimni Telegram kanalim haqida eslatmoqchiman. Agar siz Telegramni ishlatayotgan bo'lsangiz, albatta meni kanalimga podpiska bosib qo'yinglar. Bu yerda hech qanday reklamalar chiqmaydi, faqat Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari uchun eng kerakli ma'lumot. Meni topish uchun Bahrom Ismoilov deb terasizlar Telegramda. Galochkali kanalga podpiska bosib qo'yinglar. Birinchi va asosiy yangilik bu Vladimir Putin, Rossiyaning prezidenti Tojikistonga rasmiy tashrifiga tegishli. Bu tashrif jarayonida shu Rossiya va O'rta Osiyo davlatlarining prezidentlari aynan migratsiyaga tegishli bir nechta sohalar haqida gapirib chiqishadi. Men Putinning gaplarini eshitib chiqdim va mening shaxsiy fikrim bo'yicha Rossiyada bo'layotgan migratsion holat yaqin vaqtda faqat asabiylashadi. Bu degani tekshiruvlar ko'payadi, reydlar kuchayadi va shu bezdokument yurgan mehnat muhojirlarga nisbatan har xil yangi choralar ko'rilishi davom etiladi. И, Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила, первое, второе, чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила. Я всегда об этом говорю. Были законопослушными гражданами. Kстати говоря, это связано с языком прежде всего. Niyat qilamanki, bu uchrashuvlardan keyin aynan Tojikiston fuqarolarini shu Rossiyada vaziyati ijobiy tomonga o'zgaradi. Keyingi yangilik Rossiyaning ta'lim vazirligidan keldi. Ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Bugayev shu maktablarga kiraman deb imtihonni topshira olmagan mehnat muhojirlarini bolajonlarga yana bir marta imtihon topshirishga imkoniyatlar yaqin vaqtda yaratib beriladi. O'tgan oy hammamiz guvoh bo'ldik, shu rasmiy ma'lumotlar chiqqandan keyin Rossiyada mehnat muhojirlarini bolajonlariga tegishli tizim ishlamayapti. Bu degani 80% ga yaqin bolajonlar rus maktablariga kirisha olmadi va bu vaziyatni oldini olaman deb endi shu ta'lim vazirligi vaziyatni o'zgarishga harakat qilmoqda. Mening fikrim bo'yicha bu ijobiy yangiliklar, chunki bu qilingan ishlarni xatoligini hozir hamma tushunib turibdi va yaqin vaqtda menimcha shu maktablarga kira olmagan bolajonlarga, ularning ota-onalariga bir qandaydir xatlar yuboriladi yoki maktablardan telefon qilishadi va podkurs bo'ladimi yoki shu boshqatdan imtihonni topshirib yana bir marta harakat qilishga imkoniyatlar yaratib beriladi. Agarda sizning bolajoningiz ham Rossiyada maktabga kira olmagan bo'lsa, kommentariyada o'z vaziyatingizni izohlab beringlar. Keyingi yangilik O'zbekistondan keldi. Bu yerda shu migratsiya agentstvasining rahbari Behzod Musayev Rossiyada patentga kerak bo'lgan imtihonlarni O'zbekistonga ko'chirishni taklif qildi. Bundan tashqari O'zbekiston tomonidan yana bir nechta takliflar kiritilgan. Bu Rossiyada ishlab yurgan O'zbekiston fuqarolarining haq-huquqlarining himoyasi, patent asosida bemalol xohlagan ish beruvchilarni tanlash huquqi va patent rasmiylashtirish jarayonini ancha osonlashtirish. Bu va boshqa takliflar aynan Rossiya va O'zbekiston migratsiyasiga tegishli forumida O'zbekiston tomonidan kiritilgan. Rossiyada halol ishlab topgan pullaringizni vatanga mir privilegiya orqali yuboringlar. Aynan mir privilegiya orqali uyga pul yuborsangiz, siz O'zbekistonning ko'plab banklaridan pullaringizni naqd olishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, siz mir privilegiya orqali O'zbekistonga pul yuborsangiz, siz Rossiyadagi Saxovat xayriya fondiga yordam berasiz. Pul yuborayotganingizda O'zbek promokod terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi. Hozir shu yerdan mir privilegiya ilovasiga silka chiqadi. Yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Millatchilarning Справедливая Rossiya partiyasining rahbari Sergey Mironov
Rossiyada rus tilini bilmaydigan va maktablarga imtihonni topshira olmagan bolajonlarni o'z vataniga deportatsiya qilishni taklif qildi. Bu akamiz har hafta shu mehnat muhojirlari tomoniga tosh otmoqda. Uni eshitib ko'rsangiz, Rossiyada shu migrantlardan boshqa hech qanday problemalar yo'q. O'zi gapirmagan temalar ham qolmadi. Xullas, uni so'zlari bo'yicha, agarda Rossiyada xuddi Fransiyadek shu migratsiya sohasida kelajakda shunday bir salbiy oqibatlarga duch kelmasligi uchun Rossiyada hali voyaga yetmagan bolajonlarni, ularni katta bo'lishini kutmasdan hoziroq Rossiyadan o'z vataniga chiqarib yuborish kerak. Hammamiz ko'rib turibmiz, Fransiyada o'z vaqtida arab davlatlaridan kelgan migrantlar o'z rayonlarida yashab, Fransiyani qonunlarini o'rganmasdan, rioya qilmasdan ko'p vaziyatlarda qonunbuzarliklarni sodir qilishmoqda. Lekin bu Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar, Rossiyada yurgan migrantlarga umuman tegishli joyi yo'q. Afrikadan kelgan mehnat muhojirlar va sobiq Sovet respublikalaridan kelgan tojikistonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik migrantlar bular bir xil emas. Lekin afsuski shu Mironov yoshi ulg'lashganga qaramasdan buni tushunmayapti. Yoki tushunib turib, o'zining partiyasining a'zolarini namerin aldamoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Rossiyaning Ichki ishlar vazirligidan keldi. Ularning rasmiy ma'lumoti bo'yicha 2025-yil o'zida Rossiyadan 15 mingta mehnat muhojir выдворение bo'lgan va bularning ichida 4,5 mingta har xil infeksion kasalliklarga ega bo'lgan fuqarolar. Eslatib o'taman, hozir Rossiyaga kelib patent olmoqchi bo'lsangiz, siz albatta tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak. Va bu tibbiy ko'rik jarayonida sizni shu VICH kasalligi, tuberkulyoz va bir nechta yana kasalliklarga tekshirishadi. Va aynan shu tekshiruvlar natijasida 4,5 mingta mehnat muhojirga patent olishda отказ chiqqan va ularga Rossiyadan chiqib ketishga 30 kun berilgan. Bundan tashqari 1600 ta mehnat muhojir qonida giyohvand izlari borligi uchun Rossiyadan выдворение bo'lishdi. Bu degani siz patentga borib hujjatlarni topshirmoqchi bo'lsangiz, bundan oldin hech qachon har xil taqiqlangan narkotik, bu degani giyohvand narsalarni iste'mol qilmanglar. Do'stlar, eslatib o'taman, Rosmigrant ilovasi orqali siz o'zingizni zapretlaringizni, patent, shtraflaringizni, bank tomonidan qo'yilgan qarzlaringizni tekshirib olishingiz mumkin. Xo'sh, shu yerdan Rosmigrant ilovasiga silka chiqadi. Prilojeniyani yuklab olinglar va Rossiyada qonun doirasida yurishga harakat qilinglar. Keyingi yangilik Moskovskiy oblastning Ramenskiy rayonidan keldi. Bu yerda shu Kanyashina qishlog'ida Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari ko'kpar o'yinlarini o'tkazishdi. Eslatib o'taman, shu Rossiyada ko'kpar o'yini ulog'i bilan kozlodraniya deyiladi va aynan shu o'yinlarni ko'rib mahalliy aholi juda ham hayron bo'lgan. Kim bularga shu Ramenskiy rayonida bunday o'yinlarni o'tkazishga ruxsat bergan? Bu o'yinlardan keyin bir nechta da'volar shu Ramenskiy rayoni rahbariyatlariga yuborilgan va tekshiruv natijasida aniqlangan, bu o'yinlar rasmiy tarzda ofitsialniy согласование orqali o'tkazilgan va yaqin vaqtda shu Moskovskiy oblastning prokuraturasi bu o'yinlarga o'z bahosini bildiradi. Siz bunday o'yinlarni Moskovskiy oblastida o'tkazish haqida nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozinglar. Keyingi yangilik Tyumendan keldi. Bu yerda shu Tyumenning bozorlarida, targoviy sentrlarida politsiya va Rosgvardiya xodimlari tomonidan katta reydlar bo'lib o'tdi. Reyd natijasida 34 ta O'rta Osiyolik fuqarolarga nisbatan protokollar tuzilgan va ularning ichida 10 tasi endi Tyumendan выдворение bo'lishadi. Eslatib o'taman, Rossiyada siz выдворениеga duch kelgan bo'lsangiz, bizning yuridik markazimizga murojaat qilinglar. Xo'sh, shu yerdan silka chiqadi. Shu silka orqali o'tib, Telegramda mini app ochiladi. Bu mini appda siz kerak bo'lsa tezkor javobga ega bo'lishingiz mumkin yoki shu advokatlarni va yuristlarni xizmatiga yozilishingiz mumkin. Shunaqa bir maqol bor: hech qachon sizlarga yuristlarni va doktorlarni yordami kerak bo'lmasin. Lekin Xudo saqlasin, bunday vaziyatga duch kelsangiz, aynan shu telefon nomerlarini eslab qolinglar. Aleksandr Lukashenko tojikistonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik mehnat muhojirlarni Belarusga kelib ishlashga taklif qildi. Сколько у тебя работает человек вообще? Сейчас на данном объекте. Нет, Сколько? сколько? На данном объекте 80. Нет, в коллективе вообще. Всех у нас 400 рабочих. 200. Мало?
Надо больше. Объектов достаточно. То есть дефицит рабочей силы такой есть. А как ты относишься к тому, чтобы где-то отсеять, взять иностранцев из советских республик? Можно пытаться это делать, в принципе. То есть если приедут, ты готов там по несколько человек брать, но имею в виду, вся ответственность же на тебе. Я надеюсь, что руководитель предприятия разберется. Кого брать, сколько брать, ну и нести ответственность за это. К ним надо относиться как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. Где-то по-белорусски кинь вперед, потом найдешь. Поэтому надо ориентироваться, особенно на наши республики. Это же наши люди. Aleksandr Lukashenko so'zlari bo'yicha hozir Belarusiyani iqtisodiyoti ish kuchi yetishmasligiga duch kelmoqda. Bu degani xuddi Rossiyadek Belarusiyada mehnat muhojirlarining xizmatlari juda ham kerak bo'lmoqda. Va o'z o'rnida shu Rossiyada bo'layotgan vaziyatni ko'rib turib, Aleksandr Lukashenko shu Rossiyada bo'layotgan xatolarni oldini olib, shu tushunayotganligini bizga ko'rsatib, mana migrantlarni, bolajonlarni ham o'qitishga tayyor, odamlarga yaxshi munosabat qilishga ham tayyor. Bu degani yaqin vaqtda niyat qilamanki, Belarusiyada ham bizning vatandoshlarimiz uchun ish joylari paydo bo'ladi. Ha, balki oyliklari Rossiyaga qaraganda ozgina kamroq bo'lishi mumkin, lekin kim Belarusiyga borgan bo'lsa bilishadi. Juda ham bir tinch, pokiza va chiroyli joylar. Belarus xalqi haqida ham men faqat ijobiy gaplarni gapirishim mumkin. Men bir nechta marta borganman Belarusiyga. Mening fikrim bo'yicha bu yerda ish joyiga ega bo'lsangiz, siz shu Yevropadagi Latviya, Litva, Polshadek shu Belarusiyada ishlashingiz mumkin. Ha, eslatib o'taman, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarolariga Belarusiyga hech qanday vizalar kerak emas. Keyingi yangilik Krasnoyarskdan keldi. Bu yerda FSB xodimlari tomonidan bir nechta O'rta Osiyolik fuqarolar qo'lga olingan. Shu rasmiy ma'lumot bo'yicha ular Krasnoyarskdagi yahudiylarning sinagogasini portlatishga harakatlarni boshlashgan. Фамилия, отчество. Не слышно? Фамилия, отчество. Дарсон дал деньги свой земляк, чтобы он взорвал синагогу. Хотел взорвать синагогу, чтобы убить людей. Hozircha bu ikkita fuqaro Krasnoyarskning SIZOsiga yo'llantirilgan va yaqin vaqtda ularga podgotovka va organizatsiya terroristik akti moddasi bilan srok qo'yiladi. Agarda ularning aybi isbotlanib berilsa, ular kamida 15 yilga qamalishadi. 2026-yilda Novosibirsk oblastida yana bir nechta sohalarda mehnat muhojirlarga ishlash taqiqlanadi. Bu sohalar gruzoperevozki, taksida ishlash, sport sohasi, bog'chalar, staloviy va kafelar, alkogol va tamaki mahsulotlarini chakana savdosi. Hozir Novosibirsk oblastida bu sohalarda ishlab kelayotgan mehnat muhojirlar 2 oy ichida o'z ishlaridan bo'shatilishi lozim. Odatdagi meni Novosibirskdan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Moskvada Rosgvardiya xodimi bilan mushtlashgan mehnat muhojir politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Eslatib o'taman, Moskvada General Dorxova ko'chasida Rosgvardiya xodimi hujjatlarini tekshirish uchun mehnat muhojirini to'xtatgan. Ularning orasida bir qandaydir gap bo'lgan va bu salbiy suhbat natijasida mehnat muhojir Rosgvardiya xodimini urgan. Endi bu yigitga nisbatan Rossiyaning jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atiladi va afsuski kamida 5-6 yilga qamaladi. Shuning uchun do'stlar, yana bir marta aytib o'taman, qanaqa sizlarga xunuk gaplar gapirishmasa, qanaqa sizni yerga urmasa, sizni onangizdan gapiradimi, otangizdan gapiradimi, hech qachon shu politsiya, Rosgvardiya, FSB, avtobuslarda yuradigan kontrolyorlar, ularni hech qachon qo'lingiz bilan tegmanglar. Chunki bu odamlar xizmat ko'rsatayotgan xodimlar deb hisoblanadi va ularni davlat himoya qiladi. Agarda ularga nisbatan kuch ishlatsangiz, 100% qamalasiz. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Sizdan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada savollaringizni qoldiringlar. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.